Alo. Assalomu alaykum, bu bank xavfsizlik xizmati. Kartangiz bo'yicha shubhali operatsiya aniqlandi. Bloklanib qolmasligi uchun iltimos SMS orqali kelgan kodni ayting. Hozir. 2407. Rahmat, salomat bo'ling. Alo. Assalomu alaykum, bu bank xavfsizlik xizmati. Kartangiz bo'yicha shubhali operatsiya aniqlandi. Bloklanib qolmasligi uchun iltimos SMS orqali kelgan kodni ayting. 1 soniya. Sardor aka firibgarlar bilan qanday gaplashishni bilganligi uchun uning mablag'lari xatardan xoli. Diqqat! Rasmiy tashkilotlar hech qachon telefon orqali shaxsiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Bosim ostida qaror qabul qilmang. E'tiborli bo'ling. Yaqinlaringizni ham ogohlantiring.